Biz yoshligimizda dasturxonimizda 2-3 xil narsadan ortiq yegulik bo'lmas edi. Non, sariyog', qaymoq, shakar. Shakardan boshqasining hammasi o'zimizning uyimizdan chiqardi. Lekin baraka bor edi. Kulgi bor edi. Ko'ngil to'q edi. Hozirchi dasturxonlar to'kin sochin, hamma narsa bor. Lekin negadir nimadir yetishmayotgandek tuyuladi. Avvallari puling bo'lsa ham sotib oladigan narsa topolmas eding. Hozir esa hamma narsa bor, lekin pul yetmaydi. Zamon o'zgardi bolam. Lekin odamlar ham o'zgarib ketdi. Yodingda bo'lsin, baxt boylikda emas. Baxt seni sog'inib kutadigan, seni yo'qlaydigan inson borligida.